Salam qeyrindaşlar. Yaqında men Abduqadir Jaloliddinning Yüzümüz, Özümüz və Közümüz degan kitabını o'qib tugatdim. Bu maqolalar to'plamidagi Özüm hər joydaman, ko'nglim sendadir degan maqola alohida diqqatimni tortdi. Shunga bu maqolani sizlar bilan o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Özüm hər joydaman, ko'nglim sendadir. Abduqadir Jaloliddin. Ürümçi shahridagi ma'lum bir to'liq o'rta maktab o'quvchilariga so'zlangan nutq. Assalomu alaykum qadrli saboqdoshlar. Bugun meni Angliyadagi ilm ziyoratim asosida ega bo'lgan ta'sirotlarimni so'zlab berishga taklif qilibsizlar. Buningdan dunyoni bilishga tashna yurikinglarni ko'rib olg'ili bo'ladi. To'g'ri, atrofimizdagi dunyoni tushunish bizning huquqimiz va haqqimizdir. Uçur və bilimni yükselişinin asaslık sermayesi qılıbatqan hazırki şaraitda dünyani düşünüş aqalli bir iş bolupla qalmay, biz dünyani qançaki düşensek, özümüz haqqidagi düşençimizmi toğırlıqqa şuncha yaqinlashudu. Men sizlarning yenilikqa intiladigan jo'shqin tabiatinglarni qadrlayman. Bu jihatdagi ishtiyoqinglarni qondirish qo'limdan kelmaydi. O'zinglar to'g'risida ozroq o'yinib ko'rishga turtki bo'la olsamlar, hammamizning hozirgi vaqti bekorga ketmagan bo'ladi deb o'ylayman. Ba'zilar meningdan bu qitimqi Angliya safaringdan zodi nimaga erishding deb so'rashdi. Men vatandan ayrilgan odamning hech nimasi bo'lmaydi ekan degan haqiqatni his qildim deb javob berdim. Ular bu javobimni nihoyat oddiy his qilishdi. Shundoq, qarmoqqa bu gap shuncha oddiy, lekin bu gapning tegidagi haqiqatni har bir avlod o'zining issiq qini bilan, hijrondagi azoblari bilan, ko'z yoshlari bilan izohlab bo'lg'ili bo'lmaydigan moddiy, ma'naviy badallari bilan tushunalaydi. Ota-onasining boyligiga tayinib xotirjam yashayotgan bir bolaning vatan tuyg'usi bilan urushning zarbasidan uyi vayron bo'lgan meyib falastinlik bolaning vatan tuyg'usini qandoqmi selishtirg'ili bo'lsin? Ba'zi haqiqatlar aytilishidanla nihoyat oddiy ham ommabop bo'lg'achqa, uning to'g'riligidan hech kim gumonlanmaydi. Uni tabiiy ravishda o'zining xotirasiga ilib oladi. Alayda bir ish ta'sir qilmoqcha inson o'zi pishiq biladigan haqiqat to'g'risida astoydil o'yinib baxmaydi. U o'yinib beqishga majbur bo'lgan vaqtdan boshlab o'zini yangi boshdan tushunayotgandek his qiladi. Siz vataningizda turayotganda vatanning ulug'ligini his qilmaysiz yoki yuzaki his qilasiz. Ashu aziz vatandan ma'lum mazgil ayrilgandala vatan degan bu so'zning vaznining ko'tirib qo'pqisiz darajada ig'irligini bayqaysiz. Men Londonda boshqalarga yollanib kun kechirayotgan Afg'onistonlik bir bola bilan uchrashib qoldim. U yerdagi rahimsiz urush o'ti uni sargardonlik ko'chasiga tashlabdi. U hozirgacha ikki akasining izlarini ololmabdi. U o'zining hayotini vahim ichida his qilib, yolg'iz onasini tashlab ketishga majbur bo'ldi. U onasining gapini qilayotganda o'zini bosolmay yig'lab ketdi. Men o'zimning vatanida nimishqa tura olmayman, deydi u. Men yana Somalilik bir bola bilan uchrashib qoldim. Men uningdan Londonni yaxshi ko'rdingizmi deb so'radim. Vatanimdagi urush va qohatchilik meni sarsalliq balosiga soldi. Men Londonda turib Somalini tushayman, dedi u menga. Vatan sevginchi meni rosa o'rtab turayotganda biror ko'chmanni ko'rsam, fursat bo'lsa, vatan to'g'risida paranglashib qolatdim. Uning vatan to'g'risidagi hasratlik bayonlari mening yaramga tuz bo'lib sepilatdi. Helimi yaxshi bugungi kunda musofiratdagi chog'laringizda dunyoning har qanday joyidan dardashkutak bir qancha vatandoshni topa olasiz. Ular bilan bo'lgan parang orqali sizni qiynayotgan seg'inish o'tini bosa olasiz. Mushundaq chaqda shundoq ta'sirot kelsizki, qayrindishingizning og'zidan chiqayotgan har bir gap, har bir sheva, uning mijozi va ruhiy holatining o'zimi siz seg'inayotgan suyumlik vatanning naq bir partisi edi. Sizmi bilasiz, vatan deganimiz qandoqdir bir parcha yerni ko'rsatmaydi. U yana shu yerda yashayotgan xalq, xalqning mijozi, urf-odati, madaniyati va bir butun tarixini o'z ichiga oladi.
yiroq bir elda o'ylamagan yerdan bir qarindishingizni uchirtib qolsangiz, sizda birdinla illiq dilkashlik sezgusi paydo bo'ladi. Uning salohiyatingizning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, uning og'zidan bir eg'iz ona tilingizni anglasangizla zo'r tasalliga erishib qolasiz. Shunga ba'zida yot muhitdagi tonish chiroy, oddiy salom, hatto biror tovushning o'zila vatan bo'lib to'yiladi. İstanbulning Avat bir ko'chasida biz 3 yurtdosh yumurliq chaqchaqlarimiz bilan ketib o'tdik. Meningcha, kaynimizdagi av qiz cho'qim Uyg'ur, dedi hamrohlarimning biri. Biz ixtiyorsizla kaynimizga o'rilib qarab, shundoq satchandurdik. Nimaga asosan undaq deysan? Deb so'radim men. U qiz chaqchiqimizdan kulganda qildi, dedi hamrohim. Men qat'iy niyatga kelib, shu qizning o'zidan so'ramoqchi bo'ldim. Biz qiz bizga yetishkicha saqlab turdik. Qiz yaqinlab kelganda, "Siz Uyg'urmi?" deb so'radim. Qiz kulib ketdi va shundoq deb javob berdi. Biz shu hamonla paranglashib ketdik. U bizning chaqchiqimizni anglab qolgan ekan. Demak, biz qilishgan gapning bir bo'lakila rastidagi yot odamlarni qarindoshlik rishti bilan o'rvatgan edi. Qiz Istanbul universitetida o'qiyotgani 3 yil bo'ldi. Shu tapda chiniqish klubiga qarab mang'an ekan. Biz oramizdagi bundoq tortishish kuchini Qashqar yoki Urumchi ko'chalarida bo'lsa his qila olmagan bo'lardik. Aslida biz bir-birimiz uchun shu qadar suyimlik bo'lib qolmay, balki muhim ekanmiz. Bizda yolg'iz daraxt o'rmon bo'lolmas degan otalar so'zi bor. Qarindoshlarning o'z yurtlarida bir-birini ko'ziga sig'dira olmasligi nadonlikning alomatidan boshqa narsa emas. Men Londondagi vatandoshlarning sap Uyg'urcha naqshlarini berilib anglayotganligini bayqadim. Men chaqchaq qilib, "Sizlar Michael Jackson, Madonna, Celine Dionlarning naqshisini ancha anglab ketmamsizlar nima?" deb so'radim. Ular o'zimizning naqshlari bekrak yoqadigan bo'lib qoldi. Sababini o'zimizmi uqmaymiz, deyishdi. Hollywoodning kinolarini yoqtirib ko'ramiz, lekin vatanda ishlangan turmush filmlarini alohida yoqtirib ko'radigan bo'lib qoldik. Bu filmlarning saviyasi to'van, lekin o'ziga tortadi, dedi biraylar. Men Abdukerim Obliz etotlaridagi Qashqar shevisini anglash uchun takror ko'raman, dedi yana biraylar. Men bu yerda hargizmi oddiy naqsha vatanparvarligini tilga olmoqchi emas. Dal uning kayniga yoshiringan kuch favqulodda muhim bo'lib, mukammal ham oliyjanob vatanparvarlik ana shundoq oddiy elementlar asosida vujudga keladi. Necha yuz tonna keladigan kitmi oddiy hujayraning mahsuli emasmi? Arada bir vatandishim meni tamoq taklif qilib qoldi. Tamoqdan keyin tog'dan bog'dan paranglashdik. Gap vatan temisiga kelganda u jimib ketdi. Men uning sukutlik daqiqalarga hurmat qildim. U chachrab o'rnidan turib, yana bir uyga chiqib ketdi. Hayal o'tmay bir sheshini ko'tarib kirdi. "Buni purab beqing", dedi u sheshning og'zini ichib. Men ehtiyot bilan puradim. Ochiq to'pi hidi demiqimni yana qichishtirdi. Ma'lumki, sheshiga qochilangani to'pi ekan. Bu Maralbeshining Seriq bo'yi bozorining to'pisi. Kun nurida tavlangan to'pa. 8 yil bo'ldi saqlig'ili, dedi sohibxona tushuntirib. Sheshidagi to'pa meni o'yga soldi. Shu vaqtning o'zida shoirimiz Osmonjon Sobitning To'zan qasidasi degan she'r yodimdan kechdi. Chet elga chiqqan biraylan bir muhojir qarindishining uyiga tushdi. Mehmon uchizidagi kiyimni qoqmoqchi bo'lganda muhojir sohibxona "Qarindishim uchangdagi to'pini qoqmag'in, u men uchun tavarrik tutiya", deydi. Meningcha bundaq hissiyotni musofirlikning muzdek kunlarini boshdan kechirgan odamni tushuna oladi. Men shuni tushundimki, chet ellardagi muhojirlar vatanim borg'u degan umid bilan yuragini butun qiladi ekan. Dal mushu umidning qudrati bilan necha 10 yillik qor hijronga bardoshlik bera oladi ekan. Balkim sizlar vatan degan zodi nemidu deb so'rashinglar mumkin. Vatan abstrakt ma'nodagi jo'grafiyalik uqum emas. U siz cho'ng bo'lgan uy. Mahallangizdagi kadon qapoq terak. Siz kechib o'tgan kechik.
Yağı giyohlar qaplab ketgan xaroba, sarg'ayib ketgan qo'l yozma. Sizga isiriq selib o't ko'chirib qo'ygan oq chochliq mo'may. Sizga ism qo'yib bergan imoma xonim. Qo'y kalalar to'p to'zitib ketayotgan yezi yo'li. Dehqonning teriq zag'irsidek yerilib ketgan topini. Burun o'tgan olimlarning siymasi va ular yaratgan aql farosat va hokazolar. Siz yiroq bir yerga ketib vataningizni seg'inganda oldi bilan onangizning o'z qo'li bilan etib bergan cho'chirisini yoki o'zingiz ko'p mang'an qadim ko'chalarni ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Bundaq bo'lishi tamoman yo'lliq. Chunki vatan konkret uqum. Muhabbatmi konkret hissiyot. Sizning o'z xalqingiz va vataningizga bo'lgan muhabbatingiz o'zingiz boshdan kechirgan nurg'un konkret ish. Siz uchratgan talay konkret odamning ta'sirida shakllangan bo'ladi. Shunga siz yaqin yurtda ko'rgan bir parcha surat, hatto qomuslardan o'rin olgan yurtingizning biror xil qushimi yuragingizni larzaga soladi. Siz yot bir makonda yurtingizga doir kichikgina uchurni ko'rsangiz faxrlanib ketasiz. Angliyadagi vaqtimda Tuva Cumhuriyetining Purjabin degan yeridan 8-asrlarda o'tgan Mo'yinchur qog'on tarafidan bino qilingan Uyg'ur qal'asi haqidagi xabarni ko'rib, vatan haqidagi uqumimda kengish bo'lgan edi. Tarix ilmining vatanparvarlik tarbiyasida naqadar muhimligini mushuningni ko'rib olqil bo'ladi. Tarixiy paketlar bilish ufuqimizning sirtida qolganda, echilishga tegishli haqiqatning oshquchi bo'lmay qoladi. Vatanning fasili aql quvvatingiz, g'ayrat shijoatingizning kuchayishiga ergishib kengayadi. Nazar doirasi tor. Shaxsiyatchi odamlarning nazaridagi vatan to'liq kichik bo'ladi. Nodonlik va nomussizlik iskanjasida qolganlar tamoq qachisi qayerda bo'lsa, shu yerni o'zining vatani deb qaraydi. Ular vatanni tamoq qachisi orqali tushunadi. O'z nafsiga bo'lgan tutqunlikdan qutula olmagan inson vatanni suyish layoqatidan mahrum bo'lgan bo'ladi. Bir jamiyatda bunda qo'rsoq bandalari ko'payib ketsa, xalqni ofat bosqini shu. Savodashlar, men sizlarga vatan to'g'risida so'zlayapman. Uning ustiga men gapimni vatan haqidagi ta'siratimdan boshladim. Bir odam suyumlik vatanidan ayrilib bir mezgil chet elda yurib, o'z vatan haqida cho'nqur o'ylanmasa, uning safarini to'liq g'alabalik bo'ldi degir bo'lmaydi. Mening vatan to'g'risida maxsus to'xtalishimning sizlarga nisbatan aytganda qandoq zo'riyati bordi. Sizlar alayda bir davrda yashayapsizlar. Hozir uchur va iqtisod almashtirish ajoyib taraqqiy qilyapti. Iqtisod va ma'arif yer sharlishyapti. Dunyodagi har qaysi millat o'tirsidagi aloqa kuchayyapti. Cho'ng millatlarning universal kuchining ta'siri ko'payyapti. Madaniyatlar to'qinishi degan uqum bilan birga madaniyatlar dialogi, madaniyatlarning tang mavjud bo'lishi degandek savollarmi borliqqa kelyapti. Kishilar xiris bilan umid birga mavjud deb tasvirlagan ziddiyat dal bizni o'rab turmoqda. Siz to'liq o'tir maktabni bitkazgandan keyin Beijing, Shanxaylarda o'qishingiz mumkin. Balkim keyincha Amerika va Yevropadagi donliq bilim yurtlarining birida ilm tahsil qilishingiz mumkin. Ro'shanki, siz tug'ilgan yerimda mangu turaman deb aytolmasligingiz mumkin. Bugungi kunda dunyoning yer sharlishi degan gap fursatning yer sharlashganligini bildirdi. Qayerda xalqimizga lozim bilimlar bo'lsa, imkon qadar shu yerga berib o'qishingiz kerak. Bizningmi dunyodagi donliq bilim yurtlarida ishlaydigan olimlarimiz bo'lishi kerak. Bizningmi dunyoning muhim iqtisodiy o'rinlarida qad ko'targan xodimlarimiz bo'lishi kerak. Sizlar mushundaq oliy maqsadlarni ko'nglingizga pukib turib o'qishinglar lozim. Yaqinqi xabarlarga qarsam, Qozog'istonning G'aljat mahallasida cho'ng bo'lgan Amerikaning bir oliy maktabida ishlayotgan Uyg'ur yigiti Shuhrat Mutallib g'ol hujayra tadqiqotida qo'lga keltirgan natijasi orqali xalqaroda cho'ng ta'sir qo'zg'abdi. Ha desila, kindik qani to'kilgan yerdan chiqmaslik vatanparvarlik hisoblanmaydi. Bir umr vatanda yashab, o'zining qayrindishiga hech ish qilib bermaydigan insonlarmi bo'ladi. Ona yurtidan ayrilib, chet elda turib qilish vatanni tark etganlikdan derak bermaydi. Chunki chet elda turibmi, vatanga ish qilib bergili bo'ladi.
Vatanda yashab turib, qalbingizda vatan bo'lmasa, vatan oldida nonkor bo'lasiz. Vatanda bo'lolmasingizmi, vatan uchun foydali ish qilsangiz, yanada vatanparvar bo'la olasiz. Rossiya shoiri Saltinko Shidrin vatani va qarindoshlarining taqdiri bilan kori bo'lmaydigan insonlar eng xatarlikdir degan ekan. Siz nada bo'lishingizdan qat'iy nazar, ona tuproqqa bo'lgan samimiy rishtangizni uzmasingizlar, bu rishta sizni odamiylikning suzuk buloqlariga undab turadi. O'zingizda urug'ib turgan hayotiy kuchni sezib turasiz. O'zbek yangi demokratizmlik adabiyotining vakillaridan shoir Muqimi vatan seg'inishni to'liq obrazli qilib, o'zim har joydaman, ko'nglim sendadir degan o'tliq misrani qoldirgan. Uning mazmunini o'zimizga tatbiqlasak, toza joyiga tushadi. Odatda fanning chegarasi bo'lmaydi. U butkul insonlarning o'rtaq boyligi, lekin olimning hamon vatani bo'ladi. Qush har qancha egiz parvoz qilsa-mu, uning o'zuqi bilan uvisi zaminda bo'ladi. Saboqdoshlar, men sizlarga taraqqiy qilish fursatini yer shari kengligidan izlanglar. Lekin vataninglarni unutmanglar deyapman. Shuni eskartmay bo'lmaydiki, vatanparvarlik hissiyotini tarbiyalash va parvish qilishga to'g'ri keladi. Vatanparvarlik qayerdan boshlandi? Shubhisizki, u oldi bilan oiladan boshlandi. Bizning ota-onamiz, tuqqanlarimiz, bova mo'milarimiz, ondan qolsa qo'lim qo'shna mahalla ko'ylarimiz eng bevosita vatandir. Biz mushu vatan asosida vatan haqidagi tushunchamizni tadrijiy kengaytimiz, beyitimiz va oliyjanob pallaga ko'taramiz. Mijoz xulqimiz onamiz bergan sut va non bilan shakllanadi. Chunki onalar ularga o'zining olamcha mehrini qo'shib berdi. Mijoz xulqimiz otimiz bergan g'urur bilan bejirimlik va qat'iylikka ega bo'ladi. Ota-ona bizning eng dastlabki o'qituvchilarimiz sifatida xarakterimizga o'chmas tamg'alarni bosadi. Agar ular o'zimiz tava bo'lgan xalqning o'tmishi, esil an'anasi, porloq madaniyatni bildirolmasa, biz bolalikdagi nihoyatda muhim ozuqdan mahrum qolgan bo'lamiz. Ota-onalar farzandlarining til ustozi. Ona tilimizdagi cho'nqur ma'nilik, hissiyotga boy so'zlarni farzandlar ota-onasidan o'rganadi. Ona til shuning uchun qudratliki, uni bizga mehribon ota-onalarimiz va atrofimizdagi qarindoshlarimiz muhabbat bilan o'rgatgan. Tilimizdagi har bir tovush, har bir ohang bizga ozodalik va muhabbat avjidagi shirinlik ichida singan bo'ladi. Biz ota-onalarimiz orqali suyishni va suyulishni o'rganamiz. O'zimizning harakati, inkosi, xushallik va qayg'usi bilan tabiiy o'zlashib ketgan hayot bilimlarini o'rganamiz. Bu bilimlar bizning keyingi sistemalik fanniy bilimlarimizning xurujlariga aylandi. Biz o'sgan mahalla vatanparvarligimizning yana bir ustozi. Bizning bolaligimiz mahallamizdagi tabiiy manzara, mahallamizdagi kishilarning moddiy va ma'naviy dunyosi bilan giralishib ketdi. Bizning tilimiz mahalladan iborat bu ixcham madaniyat muzeyi orqali texmi beyidi. G'amsiz bolalik bilan qo'shilib ketgan mahalla umrlik aslimamizga aylanib, xushallik va lazzat ato qilib turdi. Biz buningdan bir umr ruhiy oziq olamiz, bir umr ilhomlanamiz. Bir millatning tilidagi so'z boyligi, ifodalash usuli hamon shu xalq yashagan makonning ekologiyasi bilan zich munosabatli bo'ladi. Bizda bir bola tug'ilsa, o'g'ilmi, qizmi deb so'rashning o'rniga bo'rimi, tulkimi deb so'raydigan ahvollar bor. Agar bo'r bilan tulka xalqimiz yashab kelgan bu muqaddas zaminda mavjud bo'lmasa, bizda bo'ri bilan tulkining hayoti va xususiyati haqida inchiki kuzatish bo'lmasa, ular haqida haqiqiy tonish bo'lmaydi. Jumladan yuqorqidek ifodalashmi bo'lmaydi. Til degan hayotlikdagi konkret makon zamonning ma'naviylashishi sifatida bir millatning hayot shakliga vakillik qiladi. Shunga bir millatning xulqini uning tilidan ro'shan ko'rib yetkili bo'ladi. Shundaq deyishga bo'ladiki, bolalikda qabul qilgan til bilan tafakkur bizning keyingi vatanparvarligimizning geniga aylanadi.
Bu haqda ataqlıq ma'rifshunos Maria Montessori kishilar voyaga yetkazib so'zlayoladigan birdan bir til bu vaqt mezgilida o'rgangan ashu tildir degan edi. Biz boshqa tillarni ona tilimiz orqali o'rganamiz va dunyoga yuzlanish musofimizni bir qadamdan bosamiz. Savoldoshlar, sizlar Urumchida cho'ng bo'ldinglar. Urumchi ko'p millatdan tarkib topgan aralashma madaniyatlik shahar. Sizlar Tangritog'ning janubiy va shimolidagi yezi qishloqlarda yashayotgan qarindoshlaringlarga nisbatan bir qadar afzal oila va maktab sharoitida yetildinglar. Men sizlarning oila ahvolinglarni ancha bilib ketmayman. Sizlardan shuni so'rab boqqim keladi. Uyinglarda kichikroq bo'lsa-mu, oila kutubxonasi bormi yo'q? Ota-onangiz tarixdagi ham hozirgi olim adiblarimizning kitoblarini o'qib turamdi yo'q? Ota-onangiz oilanglarning nasab nomisini so'zlab beralamdi yo'q? Agar yuqorqi shartlar hozirlanmasa, oilangizning ma'naviy muhiti hargizmi mukammal degili bo'lmaydi. Buni to'liqlash uchun qanday qilish kerak? Eng yaxshisi siz ota-onangizdan tashabbuskorlik bilan savol so'rang. Bundaq qilish ularga qilgan yordamingiz bo'ladi. Ular savollaringizdan o'zlarining kamtuk taraflarini his qiladigan bo'lsin. Klassik kitoblar ajdodlaringizning ovozi. Siz bu kitoblarni o'qisangiz, ajdodlar bilan o'zingizni tutashtira olasiz. Ularning orzu-armonlarini tushunadigan bo'lasiz. O'zingizni to'g'ri tarixiy ongga ega qila olasiz. Aql buliqingiz texmi ulg'oydi. Ijodiyat havisingiz urg'oydi. Siz Eronning 10-11 asrlarda o'tgan donliq shoiri Obul Qosim Firdavsni bilishingiz mumkin. U turk nasllik Sultan Mahmud G'aznaviy Xorasonga hukmron bo'lib turgan mezgilda Farslarning afsona davridan islomlashish davrigacha bo'lgan tarixini fors tilida yozib chiqib, Shohnoma degan mashhur asarni taqdim qiladi. Shoir o'z amgikidan faxrlangan holda bundoq yozdi: 30 yil mehnat ham zahmatda qoldim, Farschida Eronni qutqizib qoldim. Firdavsi shuni biladi-ki, Chechlang'u tarix ravan sop til bilan ratlanib bir butun gavdaga aylanganda u avlodlarning o'zini bilishi va qadr-qimmatning oltin bo'sig'isini tepishidagi yo'l xaritasiga aylandi. Savoldoshlar, Urumchi Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining siyosiy, iqtisodiy, madaniyat markazi bo'lsa-mu, xalqimizga haqiqiy vakillik qiladigan dehqonlar ommasini o'z ko'zingiz bilan ko'rmasangiz, vataningizni hargiz to'liq tushuna olmaysiz. Vaholanki dehqonlarimiz yezilarda. Siz yezilarga berib baqdingizmi? Yezilarimizning jafoliq, lekin sehiy qiyofatini ko'rib baqdingizmi? Agar texcha undaq qilib bo'lolmagan bo'lsangiz, men sizga taklif beramanki, ta'tildagi fursatlardan foydalanib, janub va shimoldagi yezlarga bering. Shu chaqda vataningizning bepoyon quchug'ini ko'rib, hayron qolasiz. Xalqimizning ruhidagi boyliqlarni ko'rib, ko'nglingiz liqqida bo'ladi. Taklimakan vodisidagi har bir yurt, har bir shahar o'zgacha xislatlar bilan sizni rom qilib oladi. Sizga har qanday kitobda deyilmagan hayot mo'jizalarini namoyon qiladi. Siz o'rganishga tegishli narsalarning haddi hisobsiz ekanligini bayqaysiz. Urumchining egiz binolaridan to'rtlashib ketgan ko'zlaringiz keng dalalarning bag'rida erkin qiyg'itadi. Siz ona diyoringizdagi tog' daryolarni, uningdagi boyliqlarni, xalqingizning yashash shaklini tuzuk tushunmayla yiroq allarga ketib qolsangiz, keyincha fursat yaratish texmi tas bo'ladi. Chunki siz cho'ng bo'lgan siri oldirash bo'lib ketasiz. Shundoq bir oddiy prinsip bor. Bilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'zini so'yishni bilmaganlar boshqalarni texmi so'ymaydi. O'z vatanining qadriga yetmaganlar boshqalarning vatanini qadrlashni bilmaydi. Bundaqlar o'zining qadrini mangu boshqalarga bildira olmaydi. Men sizga bir oddiy odamning vujudidagi qimmatli taraf haqidagi bir misolni so'zlab beray. Buni bir vatandishim menga deb bergan edi. Istanbulning bir qatnash bekitining oldida turib o'tirdim deb bayon qilishga boshladi u vatandishim. Bir ayolning quyuq xotin shevsidagi gapi meni andiktirib o'tdi.
O ayal mening Uyg'urligimni hargiz bilmaydi. Menmi o ayalni tonimayman. U meni bir turk deb yo'l so'ragan edi. Men u ayaldan ham hayron qoldim, ham suyundim. O hech qanday ikkilanmayla Uyg'urcha so'zladi. Agar u Aqsuda yoki G'oljida bo'lgan bo'lsa, hayron bo'lmaydim. O Uyg'urni ataydan izdimizda uchratqili bo'lmaydigan yot bir shaharda xotin purab turadigan talaffuzda mendan yo'l so'radi. Qarasam u ayolda na tanqisliq, na xijillikni ko'rgili bo'lmaydi. Aksicha nihoyatda tabiiy turadi. Men uningga Uyg'urcha javob berib, yo'lni tushuntirdim. O'zim shundoq hayajonlanib ketdim. Mana bu xalqimizdagi sopdillik. Ishinamanki, u ayol İstanbulluq bir turkka uchrab qolgan bo'lsa-mu, g'arazini uqtira olgan bo'ladi. Bir savdogar Uyg'urcha so'zlab yurib, Olmutda, Beshkek, Toshkent, Ashxobod, Baku, İstanbullarda nat tepib yeganligini so'zlab bergan edi. Agar siz ona tilingizga pishiq bo'lib, xanzucha tilga mohir bo'lsangiz, keyin ingliz tili qatorliq chet tillarni o'rgansangiz, siz yashay oladigan muhit hassilab kengaygan bo'ladi. Siz ko'p tilliqlashish davrida yashayapsiz. O'zingiz bilan o'zgalar o'rtasidagi o'zaro hurmat munosabatini qanday yaratasiz? Bu sizlardek avlodlarning oldiga qo'yilgan cho'ng masala. Til bilimlar xazinasining ochquchi. Odam bilan ochqushning munosabatida odam belgilovchi omil. Ochqushni nimaga ishlatasiz? Bu g'oya masalasiga berib taqiladi. Savaqdaşlar, siz ana yurtingizdan ayrilgan hamon vatan va til masalasi shu hamon oydinlashadi. Bularni to'g'ri hal qilmay turib, muvaffaqiyatdan so'z ochqili bo'lmaydi. Shunga men bugun bular haqida to'xtaldim. Yo'l mong'in sari ichiladi degan gap bor. Sizlar zerak ham chechan, nurg'un narsani asta-asta bilib olasizlar. Oxirda men sizlarning teninglarga salomatlik, o'rganishinglarga utuq, turmushinglarga baxt tilayman. Zafar sizlarga yor bo'lsin. Tangsharmanlarimga rahmat. 2007 dekabr. Ovozda Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirgan muzikani Dilfiroz G'ani ishlagan. 2019 8 avgust Janbad uniga elindi.